Salom, bugun ishdaligimda juda ham bir qiziq savolni ko'rib qoldim Telegram kanalimda, lekin afsuski ushbu savolni hozir topolmayapman aniq qilib o'qib berish uchun. Bunga sabab bu mening Telegram kanalimdagi ko'p miqdordagi flood, ya'ni bo'mag'ur mantiqsiz сообщениялар miqdori. Ya'ni hozir mana Telegramimda 300 ta сообщение bo'lsa, 250 tasi mantiqsiz bo'mag'ur сообщениялар. Endi nima ham deyman. Xullas savolni topa olmadim, lekin savolni eslayman, xurmo haqida edi. Aniqrog'i, nima uchun biz pishmagan xurmoni yeganimizda bizning og'zimiz uyushib, xullas og'zimizda shu неприятный ощущениялар bo'ladi. Bu juda ham qiziq savol va bunga mantiqan va ilmiy qilib qiziqarli qilib javob bersa bo'ladi. Qarang, daraxtlar. Biz bilamizki, har bir daraxt meva qoldiradi va ushbu meva qoldirishga sabab bu nasl qoldirish. Chunki ushbu mevalar ichida urug'lar bor. Va daraxt atayin o'zining mevalarini shirin qiladi. Chunki ushbu daraxt boshqa hayvonlar kelib, uning mevasini yeyishini va boshqa joylarga tarqatishini, va shu bilan urug'ni ham, mevaning ichidagi urug'ni ham boshqa joylarga tarqatishini xohlaydi. Shu. Lekin daraxt o'zining mevalari pishmaganda boshqa hayvonlar kelib yeyishini xohlamaydi. Chunki meva pishmasa, ichidagi urug' ham tayyor bo'lmaydi. Ya'ni jalqa. Va aynan shu sababli daraxt shu pishmagan mevalarni hayvonlar kelib yeyishini oldini olish uchun pishmagan mevalarga katta miqdorda tanin yuboradi. Tanin bu organik birikmalar bo'lib, polifenol gruppasiga kiradi. Ya'ni tanin bu shunchaki fenol kislotasi. Ushbu kislota himoyalovchi xususiyatlarga ega va ushbu taninning asosiy maqsadi shu pishmagan mevani himoyalash. Ushbu tanin qanday ishlaydi? Misol uchun mana bizning og'zimizga tushganda ushbu tanin og'zimizdagi oqsillar bilan to'qnashib, birikib juda ham bir noqulay achishish yoki shu uyushish hissiyotlarini keltiradi va shu bilan bizni mevani tupurib olishimizni xohlaydi. Ya'ni tinch qo'y bu mevani, tegma hali pishmadi degan signalni jo'natishni xohlaydi. Shu xolos. Ya'ni shu xurmoni yeganingizda, pishmagan xurmoni yeganingizda daraxt siz bu mevani yemashingizni xohlaydi. Va shu tanin juda ham ko'p narsalarda bor, faqat xurmoda emas, ko'p mevalarda. Ayniqsa shu pishmagan mevalarda, choylarda ham bor. Lekin misol uchun Xitoyda pishmagan xurmo nabarot shirin hisoblanadi. Chunki Xitoyda endi GMO, ya'ni o'sha tabiiy mevalar deyarli yo'q. Hammasi laboratoriyalarda o'sgan mevalar, ya'ni biz masalan men yaqinda pishmagan xurmo yedim va hech qanaqa tanin yo'q, chunki ular laboratoriyada rivojlangan mevalar. Evolyutsiya. Savolingizga javob oldingiz degan umiddaman.